Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Barchangizga xayrli tong. Hurmatli YouTube chorva ishqibozlari, Chorva Lady obunachilari, biz tonggi faoliyatimizni mana sigir sog'ishdan sizga ozgina obzor qilib ko'rsatmoqchimiz. Rossiyskiy simental, shved sizlarga hurmatli tomoshabinlar, ko'rib o'zingiz baho bering. Bu yerda buqa simental ham bor. Videomiz keng va tez tarqalishi uchun bir dona laykni bosamiz, obuna bo'lishni unutmaymiz. Bu yerda nima deyapti buqachalar? Mana shunday apparatlarni olishni sizlarga ham tavsiya qilamiz. Biz o'z ish jarayonimizni boshladik. Qani ketdik, tomosha qilamiz. Bismillahirrohmanirrohim deb sigirlarimizni bir qatordan dezinfeksiya qilamiz. Yerlarini apparatlarimiz sog'ish jarayoniga tayyor. Sigirlarimiz aktiv holatda. Qani biz boshladik. Ko'rib kuzatyapsiz, hurmatli tomoshabinlar. Sizlardan komment va obuna bo'lishni unutib qolamiz. Bizni kuzatishda davom eting.